Assalomu alaykum, yana bir bor FC Mobile ishqibozlari. Sizlarni yangi videoga xush kelibsiz deb qolamiz. Bugun ajoyib open paklar kutib turibdi sizlarni. Qani marhamat qilib biz boshlaymiz open paklarimizni. Albatta magazinga kirgan holda. Qani ketdik. 3000 talikka ochib olamiz birinchi do'stlar. Kim berishi mumkin bizaga? Kim berishi mumkin? Hoppala. Braziliya. Himoyachi Arsenal. Gabriel 106 Gabriel yomon emas do'stlar. 106 Arsenal ushlash. Gabriel yaxshi davom etamiz. Yaxshi Arsenal. Keyingi open pakimiz do'stlar. Yana 3000 talikka. Angliya. Arsenal. Kim? Sakami? Saka. Yana Arsenaldan. Yana 106. Yana Saka. 10 mingtaga. Hop, 102dan 109 gacha qani ketdik. Let's go. Van Bastenni kutmoqdamiz. Hoppala. Xo'sh, qotma iltimos. Hop. Ispaniya. Central back Villarreal. Raul Albiol davom etamiz. Keyingi open pakimiz. Xullas do'stlar, bugun bizga Saka hamda Gabriel Arsenal hujumchilari debman. Forward va himoyachi tushdi. Arsenal yig'moqdamiz biz. Mana bu Gabrielni 15 marta kuchaytirdik. Braziliyalik. Chap oyoq 5 ekan, o'ng oyog'i nimagadir 2. Lekin bahosi himoyada 2 emas. 5 deb qolamiz albatta. Saka janoblari statistikasini ko'ramiz do'stlar. 1 yo'la 2 ta 106 ushlash. Nech pul bo'lyapti? Bu mumkinmi o'zi? Bitta Arsenal o'yinchisi 2 ta. Saka ham yomon emas tezligi. Chap oyoq albatta 5. Bo'yi shunchalik kichikmi bu Saka? Hop. Yakunlashi zo'r. Samba dance qilar ekan nishonlashda. Samba o'yini gol urgandan keyin buni ko'ramiz albatta. Hell to Hull Fick. Wow. Fintini qaranglar do'stlar. Bu fint. Neymarda ham topilmaydi. Ya'ni surib fint qiladigan. Bittada oldinga surib fint qiladigan. Albatta bu fintni ko'rgansizlar. Saka. Obbo Saka. Hop. Bizda Mascherano yetishmovchiligi, tanqisligi yuzaga kelgan shu kunlarda nimagadir. Hozircha buni bittaga oshirib qo'yamiz, afsuski. Boshqa Mascherano yo'q. Turnirdan 2 ta Mascherano olsak, hop. Yana buni 15 marta 20 ta qilsak bo'ladi. Xo'sh, bunga trening berib ko'ramiz. Qani 10 ta kuchayganda tezligi qanchaga chiqadi? Statistikasi qanchaga chiqadi? Hop. Maksimalniy. Ana. Hop, hozircha 130 tezlik, zarba 118. Pas, dribbling 131. Hop, xullas yaxshi. Saka tushganidan xursandman do'stlar. 10 qanotga o'zi kerak edi. Bitta Garrencha bor albatta, lekin buning davri o'tdi menimcha. Garrenchani statistikasi dahshat o'ti. Xo'p, tezligi ham dahshat. Yaxshi xullas.
Afsuski, Garrincha zaxirada qolishga majbur. Bellingem, Rivaldo ham qolishga majbur do'stlar. Shunaqa tarkib guvohiga aylanmoqdamiz. Bitta Demarkoni almashtirib olsak, menimcha zo'r tarkib chiqadi do'stlar. Shunaqa gaplar bugunchalik. Videoga like bosish albatta esdan chiqmasin. Qo'llab-quvvatlab, komment, like, do'stlarga ulashib, kanalga obuna bo'lish esa umuman esdan chiqmasin. Biz tezroq ko'payishimiz kerak do'stlar. Hammaga rahmat. Keyingi videoda ko'rishguncha. Harvey